Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsizlar. Bu yangi darsimiz ingliz tili darsligi bo'ladi. 3-dars to be fe'li haqida gaplashamiz. Videoda tezroq gapirishga va darsni tezroq tugatishga harakat qilaman. Bu ham bo'lsa, sizlarning megabaytinglarni va vaqtinglarni isrof qilmaslik maqsadida. To be fe'lini tushunish uchun birinchi avvalo kishilik olmoshni tushunish kerak. Shuning uchun kishilik olmoshdan boshlaymiz. Kishilik olmoshlariga I, he, she, it, they, we, you are kiradi. You kiradi. Tarjimasiga kelamiz. I, men, he, she, it, u deb tarjima qilinadi. He o'g'il bolalar uchun, she qizlar uchun, it esa jonsiz narsalar uchun birlikda u deb talaffuz qilinadi, tarjima qilinadi. They sizlar, we bizlar, you sizlar. Bular oxirida kelgan 3 ta kishilik olmoshi ko'plik hisoblanadi. O'zi tarjimasidan ham kelib chiqib turibdi. Boshidagi I va he, she, it, u, men va u degani bu birlik, o'z tarjimasidan birlik hisoblanadi. Bu to be fe'lini ishlatishda juda ham muhim. Endi bu kishilik olmoshlaridan bexabar bo'lgan, endigina ingliz tilini o'rganayotganlar uchun esda qolarli bo'lish uchun yana boshdan bir qaytarib chiqamiz. I, men, he, u o'g'il bola uchun, she, u qiz bolalar uchun, it bu har qanday jonsiz narsa, agar birlikda bo'lsa, bitta bo'lsa, it ishlatiladi. Bu kitob bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Endi they, ular. Rasmda ko'rayotgan bo'lsanglar, 4 kishi, ular ko'pchilik, ular ko'pchilik. We, biz. Suratdagi insonlar o'zlari haqida gapirayotgan bo'lsa, we deb aytishadi. Biz ko'plikda va men bu rasmdagi oilani ko'rib sizlar deyapman, you deyapman. Bu ko'pchilik. Esda qolarli bo'lish uchun rasmlar bilan bir bor ko'rib chiqdik. Endi to be fe'lini o'ziga qaytamiz. To be fe'li bu hamma to be fe'li emas, bu hozirgi zamondagi to be fe'li am, is, are hisoblanadi. Amni faqatgina I uchun, ya'ni men uchun ishlatasiz. Isni esa u uchun, he, she, it uchun ishlatiladi. Are esa ko'plikdagi otlar, ko'plikdagi kishilik olmoshlari uchun ishlatiladi. Misol uchun they, we, you uchun yo bo'lmasa 2 kishi yo 3 kishi haqida gap ketadigan bo'lsa ham are ishlatiladi. Am bilan is birlik uchun ishlatiladi. Endi to be fe'lini ishlatish bir strukturani ko'rib chiqamiz. Bu juda ham foydali, gap tuza olasiz. Bu strukturani o'rniga qo'yib chiqsa bo'ldi. Demak, ega birinchi o'rinda keladi, gapni egasi subject. Undan keyin esa to be, undan keyin esa to'ldiruvchi, ya'ni shu to be fe'li egani to'ldirib keladigan biror bir sifati. Adham is tall. Adham novcha. Juda ham oson. Bu yerdagi qoidani yozib olib, o'rganib olasizlar degan umiddaman. Endi to be fe'li tushunarli bo'ldi, ishlatilishi tushunarli bo'ldi. Endi qaysi holatlarda bu to be fe'li o'zi ishlatiladi? Shuni qoidalarini ko'rib chiqamiz birma-bir. Demak, birinchi qoidasi biror bir shaxs biror bir yerda turganligini yoki borligini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Misol uchun, the phone is on the table. Telefon stol ustida turibdi, yo bo'lmasa telefon stol ustida. They ular ko'pchilik, shuning uchun are ishlatilyapti. They are in school. Ular maktabda. Ikkinchi qoidamiz biror bir shaxs yoki narsa haqida ma'lumot berish uchun biror bir narsani sifatini, u novcha, u qizil, bu sariq, shunga o'xshab ma'lumot berayotganda ishlatiladi. Misol uchun, he's clever. U aqlli. These books, ya'ni bu kitoblar, ko'pchilik, ko'plik, shuning uchun are ishlatilyapti. These books are very interesting. Bu kitoblar juda ham qiziqarli. Endi 3-chi qoidamiz yoshni ko'rsatish uchun jonsiz narsalar ishlatiladi. Agar jonsiz narsani yoshni aytayotganingizda unga year yoki years old qo'yish shart. Inson uchun shart emas. How old is this tree? It's 100 years old. U 100 yoshda. Bu daraxtning yoshi nechida deganda, mana 100 yosh deganda years old ishlatilyapti. Bu jonsiz narsalar uchun ishlatish shart. Endi how old are you deganda I am 22 desangiz bo'ladi. Years old qo'ysangiz ham noto'g'ri bo'lmaydi.
shu narsaga e'tibor berib ketasizlar. Endi 4-chi bo'lib o'lchov birliklari va narx bilan ishlatiladi. Misol uchun how much does it cost? U nech pul turadi? It's $10. U $10 turadi. $10. Endi how tall is she? U bo'yi haqida so'ralyapti. She is 1.67 meters. U 1.67. Endi strukturalarga qaytamiz. Bu struktura esingizda bo'lsa kerak, biroz oldin ko'rgandik. Subject, ya'ni ega, to be fe'li va complement, shu egani to'ldirib keluvchi so'z. I am a teacher. Man o'qituvchiman. Bu qanaqa gap? Bu darak gap. O'zimiz ona tilimizdan ma'lum, bu darak gap hisoblanadi. Endi shu gapni inkorini yasab ko'ramiz. To be egadan keyin to be fe'lidan so'ng not qo'shimchasi qo'shiladi. Bu inkor. Gapni inkorga aylantiradi. Misol uchun boshida darak gapda I am a teacher dedik, men o'qituvchiman dedik. Ikkinchi gapda I am keyin not qo'yamiz. I am not a teacher. Men o'qituvchi emasman. Men o'qituvchi emasman. Bu inkor gapga aylantiryapti gapimizni. Xo'p, endi to be fe'lini egadan oldinga olib o'tsa nima bo'ladi? Agar to be fe'li egadan oldin keladigan bo'lsa, birinchi keladigan bo'lsa, bu gap so'roq gap hisoblanadi. Juda ham oson strukturalar, shunchaki yodlab olsangiz bo'ldi. Tepadagi gapimizni endi so'roq gapga aylantiramiz. Am I a teacher? Men o'qituvchimanmi? Ma'no jihatdan jichcha biroz bir g'alatiroq so'z gap, lekin grammatik jihatdan to'g'ri. Am I a teacher? Men o'qituvchimanmi? To be fe'li tushunarli bo'lgan bo'lsa, men xursandman. To be fe'li tushunarsiz bo'lsa, men Telegram kanali ochib, Telegramga men to be fe'lini haqida biroz gaplar tuzib chiqdim. Shu gaplarni ko'rib, o'zingiz xulosa chiqarasiz degan umiddaman. Videoni pastida Telegram guruh kanalini manzilini qoldirib ketaman. Kirib albatta ko'ring va obuna bo'lishni unutmang. Yaqinlaringizga ulashing. Doim sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.